Bu avtomobil butun boshli Rossiya himoyasiga aylangan texnika hisoblanadi. Bu Aurus avtomobili. Ushbu zirhli texnika ayni davrda Rossiya prezidenti va boshqa obro'li shaxslar qo'riqlovi uchun xizmat qilmoqda. Ilgari Rossiya prezidenti Mercedes-Benz'dan foydalanar edi, lekin 2013-yil davlat dasturi doirasida milliy zirhli hamda luks avtomobillar liniyasini yaratish maqsad qilib qo'yildi. Bu bilan Rossiya o'z prezidenti avtomobilini chet elga qaram bo'lmasligini ta'minlab qo'ydi. Bu asosan prezident korteji uchun ishlab chiqariladi. Uning xavfsizlik tizimi quyidagicha: o'q o'tkazmas kuzov, yong'inga qarshi tank himoyasi, maxsus aloqa va boshqaruv markazi borligi amalda ommaga ochiq. Boshqa xavfsizlik tizimlari davlat siri sifatida saqlanadi. Uning narxlari $400,000 dan $600,000gacha. Maxsus prezident limuzini esa bir necha million dollar turadi. Bu avtomobil imiji bilan Rossiya o'z qudratini dunyoga ko'rsatishni maqsad qilgan. Ayni damda Rossiya timsoliga aylangan Aurus dizayni, texnik xususiyatlari va yuqori xavfsizlik standartlari bilan davlatlar ko'rkiga aylanishga ulgurdi. Ayni damda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu avtomobil rusumini turli davlat rahbarlari va qudratli biznesmenlarga sovg'a qilgani aytiladi. Misol uchun, Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In, Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Muhammad Zoyid Al Nahyon shular jumlasidandir.